Assalomu alaykum. Birinchi darsimiz ikkinchi mavzusi broker mavzusi nomlanadi. Broker o'zi kim? Broker bu bizani bozorga olib kiradigan dallol hisoblanadi. Brokerlar turlarga bo'linadi. Misol uchun realniy broker bor, bu yerda sal o'yin qiladiganlari bor. Real broker real bozorga bizani olib chiqadi va bizda ochgan savdo bitimlaridan o'zining spreadlari orqali komissiyalaridan o'ziga foyda oladi. Ikkinchi brokerlar bor, u real bozorga olib chiqmaydi, u faqat o'zini tarelkasida aylantirib, siz zarar qilsangiz u foyda qiladi, agar siz foyda qilsangiz u zarar qiladi. Ular boshida odamlarni jalb qilish uchun yangi treyderlardan foydalanadi. Sababi shundan iboratki, ancha yillik treyder unaqa bonuslik uchmaydi. Misol uchun 1 so'm pulini 2 so'm qilib beraman, 50 barobar qilib beraman, 100 barobar qilib beraman deganga ancha yillik treyder bu narsaga ishonmaydi. U faqat fakt, chunki unda unaqa pul o'zida bor va unga hech qanaqa misol uchun bonuslik kerak emas bo'lgani uchun ishonchli broker qidiradi. Lekin yangi boshlang'ich treyderlar har xil bonusligi uchun unga pul пополнение qilishadi va slif bo'lishadi. Shu slif, ya'ni bankrot bo'lganlikni orqasidan brokerlar daromad qilishadi. Shu sababli ham broker tanlashda ehtiyot bo'linglar. Misol uchun aytishingiz mumkin, yangi broker, misol uchun o'sha mashinik brokerlardan men bonus olib yaxshi daromad qilsam-chi, misol uchun $100 tashlab $100,000 qilsam-chi, unaqa holatlar bo'lgan. $100 tashlaysizmi, $500 tashlaysizmi, misol uchun $100,000 juda katta pul foyda qiladigan bo'lsangiz, u sizni aybingizni topib, sizni blok qiladi, baribir pulni chiqarib bermaydi. Va blok qilgandan keyin sizni polniy shotlaringiz hammasini muzlatib qo'yadi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p uchragan, qaysi biriligini albatta aytib o'tmayman. O'zimga kelsanglar ko'rsatib ham berishim mumkin bo'ladi. Brokerlardan vazifalariga qaytamiz. Brokerlar vazifasi birinchisi kreditniy плечо. Kreditniy плечо bu kredit yelkasi deyiladi. Ya'ni sizni bozorda sotib olishingiz mumkin bo'lgan holat, ya'ni necha pulingizga qancha miqdorda sotib olishingizni hisoblash. Bu misol uchun 1 ga 1 dan, 1 ga 100 dan, 1 ga 500, 1 ga misol uchun 1000 va 2000 bez limit, unlimit deydi. Bu narsalar misol uchun $100 pulingizga siz 100 ta mahsulot sotib olishingiz mumkin. Fullda 50 ta sotib olishingiz mumkin, 10 ta sotib olishingiz mumkin. Pulingizni taqsimlab, riskingizni taqsimlab beradi. Kredit plechoni boshlanishiga 1 ga 500 yoki o'rtacha tanlaganingiz ma'qul. Yuqorilab ketmasin, sababi risk kattalashib ketadi. Ikkinchi uni vazifalaridan bittasi, ikkinchisini oladigan bo'lsak, spread bu siz har bir sotib olganingizda, misol uchun $1 ga olasizmi, $2 ga olasizmi, farqi yo'q. O'shandan o'zini komissiyasini, o'zining ish haqqini oldindan olib qoladi. Mana shu narsa har bitta savdo bitimiga ochilgan, savdo bitimimizga olinadigan komissiyasi spread deyiladi. Uchinchisi bor swap. Swap bu kunlik komissiya, ya'ni savdo bitimimizni bugun ochdik, ertaga foydaga chiqadi, bugun sal zararda, lekin yopmaymiz yoki 0.0 da turibdi. Biz yop formatsiya birinchi kundan ikkinchi kunga o'tgani uchun swap, ya'ni kunlik komissiya olib qoladi broker. Broker o'zi mana shu spread hamda swapdan o'zini haqqini olib qoladi. O'zi asosan mana shu ikkitasidan daromad qiladi. Lekin boyaga aytgan mashinalarning to'rtinchisi slifdan asosiy daromadini qiladi. Slif bu bankrot degani. Mana shu narsa esingizdan chiqmasin. Broker tanlashda nimaga ahamiyat berishim kerak, men qayerdan ajratib olaman deganlarga yana bir marta eslatib o'taman. Brokerlar, haqiqiy brokerlar hech narsa va'da bermaydi. Chunki ular biladi, unda faqatgina professionallar ishlaydi. O'shaning uchun u hech qanaqa bonuslar yoki mana bunaqa narsalar bermaydi. Ba'zilar boshida odam yig'ish uchun shu $10 pulingizni $20 qilib beraman, $30 qilib beraman yoki bo'lmasam bizdan ro'yxatdan olsangiz boshlanishiga $30 yoki mana bunaqa bo'ladi. Mana bunaqa bonuslar, demoda ishlasangiz real beramiz, mana bunaqa beramiz deb sizni juda qiziqtirib o'ziga obuna qilib oladi va o'zini qarmog'iga tushirib oladi. O'zini qarmog'iga tushgandan keyin siz majbursiz yerda ishlashga. Shu sababli ham iloji boricha aktivniy brokerlar bilan ishlanglar. Bularni обязательно kommentariyada qoldiramiz qaysiligini. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, ikkinchi dars tugadi.